Birgina noto'g'ri tanlangan gerbisid sizni hosilingizni nobud bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ushbu videoda siz g'alla ekinida uchraydigan begona o'tlarga qarshi qo'llaniladigan gerbisidlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hozirda bizda 5 xil gerbisidimiz, uni qachon va qaysi vaqtda qo'llashni ham sizga aytib o'tamiz. Hozirgi preparatimiz Excel preparati. Bu asosan 1 yillik boshoqli begona o'tlarga qarshi juda yaxshi samara beradi. Ushbu preparatimiz asosan begona o'tlarimiz, ya'ni o'sha mastak, tulki quyruq, yovvoyi so'liga qarshi tavsiya etiladi. Begona o'tlarimiz 2-3 ta chinbarg chiqarganda yoki bo'lmasa g'allani tuplash fazasi oxirigacha qo'llashimiz mumkin. Ikkinchi preparatimiz Terdok. Ushbu preparatimiz asosan yovvoyi so'li, mastak, bundan tashqari o'sha tulki quyruqlarni juda yaxshi nazorat qila oladi. Ushbu preparatimizda asosan o'sha o'simlikni g'allani tuplash fazasida sepish tavsiya etiladi. Keyingi preparatimiz Starpik. Ushbu preparatimiz ham asosan 1 yillik boshoqli begona o'tlarga qarshi tavsiya etiladi. Ushbu preparatimizning ustunlik tomonlaridan biri bu g'allaning turli o'suv davrlarida qo'llash imkoniyati mavjud. Ushbu preparatimizda g'allaga o'sha salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun maxsus antidotlar mavjud. Keyingi preparatimiz 1 yillik 2 pallali begona o'tlar, ya'ni o'sha jag'jag', sho'ra yoki bo'lmasa o'sha yovvoyi turp, rapslar uchun juda yaxshi samara beradigan preparatlarimizdan biri. Ushbu preparatimizda sarf me'yori kamligi bilan ham ajralib turadi. Xo'p, g'alla begona o'tlaridan qutulishni istaysizmi? Bog'bon agromarketiga tashrif buyuring. Ushbu preparatlarimiz haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.